Hammaga xayrli kun. Bizda navbatdagi mashinamiz Cobalt M7 mashinasi. Bunga metan qo'yib beryapmiz. Ko'pchilik akalarimiz M7 Cobaltga metan tushadimi, tushmaydimi degan savolga mana akkuratni qilib metan joylab beryapmiz. Ustanovka jarayoni ketmoqda. Reduktorlarimiz X reduktordan foydalanyapmiz. Blok upravleniyasi har doimgidek stak gofasi 200 blok upravleniya. Mana farsunkani ham akkuratni qilib ichkariga X farsunka joylab beryapmiz. Mana Euro zapravochnilari stolovka jarayoni ketmoqda. Orqa qismga 90 talik balon joylab beryapmiz. Mana chanani avalni qilib, taglarini shunka qilib stolovka qilib beryapmiz. Balonimiz 90 talik koreyskiy balon. Stolovka jarayoni ketmoqda. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.